Hurmatli xaridorlarimiz, bugun juda xursandman chunki bitta emas, ikkita emas, 3 ta emas, 4 ta M3 topshiramiz. Mana mashinani yonishini bitta ko'ringlar. Jack M3 mashinamiz, ichki tomonini ham ko'ringlar. Bularning pullari tushdi 100%. Xudo xolisa bugun minib chiqib ketishadi. O'zini ko'rib turgan zavodskiy monitor, gidravlik rullari, pilotning sidenlari, konditsionerlari. Mashinani ko'ryapsizlar, orqa amortizator yonib turibdi. Qolganini ham ko'rsatay, bu birinchisi. Aka, men buni ham puli 100% tushdi. Bu ikkinchisi bo'ladi. Bu yoqda yana puli tushgani uchinchisi. Xudo xolisa, meni ham niyat qilib turgan qolgan mijozlarimizga qolganini ham nasib qilsin. Bu yoq zapchast do'kon, 4-inchisi servisda. Ozgina tezlashaman. Video ko'payib ketmaslik uchun propan qo'ydirishyapti. Bilasizlar, hurmatli xaridorlarimiz, o'zimizni servisdan qo'ysanglar, garantiya buzilmaydi. Mana bizning servisimiz hozir Jack M3'imizni metan qo'yyapti. Bu 4-inchisi. Bitta 65 talik bilan bitta 30 talik balon taqib berishyapti. Aka, yechim olibsiz, bir minut qo'shmasdan videoga otuvdi. Intihos yo'q ekanda. Hormaylar aka. Sarvar aka, charchamayapsizlarmi? Aka, assalomu alaykum. Hurmatli xaridorlarimiz, mana bu 4-inchisi. Bularning ham pullari 100% tushdi. Sarvar aka, qalay bo'lyapti ishlar? Zo'r aka, zo'r. Gazni taqvasiz-a? 4-inchi pakelangni. 4-inchi pakelangni aka. Polshan zapchastlari bilan. Polshaniki. Garantiya buzilmayapti. To'g'rimi aka? Izzatilla ozgina yoqroq olib keling. Mana bularga ham cho'tka qilib sovg'alarimizni berdik. Xudo xolisa, mana poligini ham qo'yib beramiz. Orqa tomonlariga ham bularning ham tonirovkasi bo'lgan. Ichki tomonlarini ko'rib turibsizlar. Mana hozir pastki qismini ko'rsatib o'taman. Mana ko'ryapsizlar, gaz balonni ham taqyapti. 65 talik. Baland turibdi. Zadnimosdan balana 65 talik taqqanizda ham. Tegi tomonni ham ko'ryapsizlar, juda baquvvat qilib ishlangan amortizator resor. Ko'rib turganingizdek, akalarimiz hamma ish avjida ketyapti. Xudo xolisa sizlarga ham shunaqa mashina nasib qilsin. Mana bugun bu 4-inchisi. Buni ham topshiramiz. Sizlar ham yaxshi niyat qilgan bo'lsanglar, ilohim Xudo xolisa niyatingizga yetinglar. Yana bir ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Yaxshi chiqdimi video? Ko'rsin xaridorlarimiz, oyoq kiyimlarimiz ham ochilib ketdi, ana sizlarga yuguraman deb. Oldi tomonlari ham chiqisi yo'q. Har doim mijozga xizmatda biza. Sog' bo'linglar.